Bu Jarvis o'zi nima, qanaqa ishlaydi menga professional tushuntirib bergan. MacBook bo'lish shart, ma'lumotlar bo'yicha ishlash. Ma'lumotlarim ertaga Mac'im kuyib qolsa yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, Telegram orqali ham bemalol muammosiz offline uchrashuv bo'ladimi, onlayn uchrashuv bo'ladimi, ularga ham aktivniy qatnasha olaydi. Miyamni 3 ga bo'lib qo'yganman. Masalan, men bu ko'p biznes bo'ladigan bo'lsa, o'zing mijozlar bilan gaplashib, tushuntirib, aniqlashtirib, gaplashib tura olasan. Shuni ham yaxshilab tushuntirib ber. Dedoxga kirib, e-imzoni parolini terib, o'zi yubora oladi. Qancha rasxod qildik, nechta mijoz keldi, nech pul ketdi. Men Facebook, Instagram, Telegram va WhatsApp orqali mijozlar bilan gaplasha olaman. O'zi rasmlarni yaratadi, generatsiya qiladi, o'zi postlarni yozadi. O'zim qilib olishim mumkin. Qiyin joyi yo'q ekan. Hammaga assalomu alaykum. Men Abbos Iskandarovman. Ko'pchilik meni maxfiy dasturchi sifatida taniydi. Hozirda Vox Digital kompaniyasining asoschisiman. Ya'ni bizning kompaniyamiz AI produktlar bilan shug'ullanadi. Biznes egalariga, tadbirkorlarga sun'iy intellektli yechimlarni taqdim qilamiz. Bulardan bittasi Jarvis. Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. O'zi men oldin IT sferasida ishlardim, ya'ni 8 yildan beri IT sohasidaman. Endi bundan buyog'iga mana shu IT plus AI qilib, ya'ni tadbirkorlarning ishlarini osonlashtirish, yengillashtirish, AI orqali raqamlashtirish, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib, komandamiz bilan ishlayapmiz. Shulardan bittasi hozir Jarvisni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bizga kelayotgan ko'p savollar, ko'p berilayotgan narsalar, ko'p pergovorlarimizda so'ralayotgan narsalarni hozir tushuntirib, ko'rsatib, imkon qadar kamroq savol bo'ladigan narsa bo'lishiga harakat qilamiz. O'zi Jarvis nima deydigan bo'lsa, bu sun'iy intellektlarning yig'indisi. Ya'ni siz oddiy ChatGPT yoki Cloud yoki shunga o'xshagan narsalar ishlatadigan bo'lsangiz, bu Jarvis uchun ular детский rejim. Ya'ni eng boshlang'ich oddiy sodda narsa. Chunki bunda o'shalarni hammasini integratsiya qilib, o'qitib, o'rgatib, bitta joy o'zidan ishlatsa bo'ladi. Ya'ni uni miyasi bo'ladi, xohlagancha sun'iy intellekt ulasa bo'ladi, xohlasa kitayskiy, xohlasa o'sha Cloud, ChatGPT hammasini ulab qo'yib, ishlarni qildirsa bo'ladi. Ovoz bilan boshqa, rasm bilan boshqa, video bilan boshqa, shunga o'xshagan prezentatsiyalar bilan boshqa AIlarni bir-biriga integratsiya qilib, sinxronizatsiya qilib ishlatilinadi. Lekin asosida, misol, Cloud asosida ishlaydi. Cloudga podpiskani sotib olish shart, qolgani ehtiyojdan kelib chiqib bo'ladi. Ya'ni ovoz bilan ishlashga boshqasi, rasm bilan ishlashga, har xil bizneslarda shunaqa savollar bo'ladi. Shuning uchun biz biznes bilan individual yondashib turib, kimga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab yechimini berib, ulab beramiz. Eng yaxshi, eng hozirgi oxirgi texnologiyalarda ishlayotgan AIlarni ulab beramiz. Xo'p, endi mana shu Jarvis nima degan savolimizni Jarvis o'zidan ham so'rab ko'ramiz, nimaligini bitta aytib beradi. Bu Jarvis o'zi nima, qanaqa ishlaydi menga professional chuqur yaxshilab tushuntirib bergan. Jarvis hisob-kitob, Mac boshqaruvi, ma'lumotlar tahlili va bilimlar bazasini birlashtirgan sun'iy intellekt yordamchisi. U matnli va ovozli buyruqlarni tushunib, real vaqt rejimida topshiriqlarni bajaradi. Buning uchun esa kuchli til modellari, Mac operatsion tizimi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa hamda doimiy xotira xizmatidan foydalanadi. Asosiy vazifasi vaqtingizni tejash va murakkab ishlarni osonlashtirish. Jarvis, keyingi savolimiz, qara. Jarvisni o'zi kimlarga kerak, kimlar ko'proq ishlatyapti? Misol, MacBook'i yo'q bo'lgan odamlar, server ola olmaydigan odamlar, misol uchun studentlar bo'lishi mumkin. Unaqa odamlarga, biznesi yo'q bo'lgan odamlarga kerakmi? O'zi kimlarga ko'proq qilib beryapmiz? Qanaqa klientlarimiz bor? Nimada foydalanishyapti? O'shani ham to'liq polni yaxshilab tushuntirib bergan. Jarvis asosan biznes egalari, frilanserlar va samaradorlikni oshirmoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun juda foydali. MacBook'i yo'qlar yoki server bilan ishlashni xohlamaydiganlar uchun masofaviy xizmatlar orqali ham ulanish imkoni bor. Studentlar yoki biznesi yo'qlar esa asosan individual vazifalar, ma'lumot qidirish va rejalashtirishda foydalanishlari mumkin. Hozirda asosan dasturchilar, marketologlar, tadbirkorlar va loyiha boshqaruvchilari ko'proq ishlatishyapti. Ular kod yozish, hisobotlar tayyorlash, mijozlar bazasini yuritish yoki shunchaki vaqtni tejash uchun buyruqlar berishda foydalanmoqdalar. Men o'zim ham bitta tushuntirib beraman. MacBook bo'lish shart. Windowsda ограничениялari bor qanaqadir ishga, aniq maqsadga yo'naltirib turib ishlatishinglar shart. Prosta olib turib gaplashgandan ko'ra ChatGPT'ni o'zini ishlatib qo'yganinglar yaxshiroq.
sizlarga ekonom bo'ladi. Chunki bunga pul tikkandan keyin undan tikkan pulinglarni yana qaytarib o'zini o'zi qoplab berish kerak bo'ladi. Bu aynan shu narsaga qulay. Ya'ni sizni biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, polniy avtomatlashtirib, biznes loyihalaringizdagi ichidagi hamma integratsiya qilinadigan programmalarni integratsiya qilib turib, ChatGPTlarga ham oylik to'lovlar bo'ladi. ChatGPT, Cloud yoki boshqa sun'iy intellektlarga ularni ham qoplay oladigan darajada pul topadigan odam bo'lishingiz kerak. O'shanda sizga Jarvis qildirish ko'taradi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Jarvis qildirgandan keyin ma'lumotlar bo'yicha ishlash. Jarvis endi shu Jarvis ishlatayotganda xavfsizlik darajasi qanaqa bo'ladi? Ma'lumotlarim prompt yozganimda kimdir u promptimni ko'radimi yoki meni ma'lumotlarimni kimdir ko'ra oladimi, o'qiy oladimi, qayergadir chiqadimi, ya'ni uchinchi shaxslarga yetib boradimi? Xavfsizlik darajasi qanaqa? Bitta shuni yaxshilab tushuntirib bergin chuqur. Xavfsizlik masalasi bu eng muhim nuqta. Bu yerda ikki xil himoya bor. Birinchidan, sizning barcha ma'lumotlaringiz foydalanuvchi qurilmasida, ya'ni o'zingizning Mac kompyuteringizda saqlanadi. Brain bilim bazasi o'chirilmaydi va hech qayerga yuborilmaydi. Ikkinchidan, bu guruhlarni ishlashda dunyoning eng xavfsiz provayderlari, masalan, Anthropic yoki Google'dan foydalaniladi. Ular ma'lumotlaringizni saqlab qolmaydi, faqat qayta ishlaydi. Uchinchi shaxslarga yetib borish ehtimoli, demak, deyarli yo'q. Xavfsizlik siz uchun qanchalik muhim? Aytayotdiki, ma'lumotlaringiz agar siz prompt yozganingizda ham, misol ChatGPT yoki Cloudni o'zini programmasidan ishlatsangiz, o'tdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Lekin bu Jarvisda boshqacharoq ishlagani sababli ma'lumotlar shifrlangan holda almashilinadi. Ya'ni sizni yozayotgan promptingiz ham, sizni mijozlaringiz ham, sizni bazalaringiz ham, ключlaringiz ham hech qayerda ko'rinmaydi, hech kim ko'ra olmaydi uni. Faqatgina o'zingizda mana shu Mac'ingizda turadi, mana shu Mac'ni o'zida ko'rib, shu asosida ishlatsangiz bo'ladi uni. Shunaqa narsa qilib ishlatiladi, ya'ni shifrlab turib ishlatiladi bu. Endi keyingi savolni beramiz unga. Misol bir xilda so'rashi mumkin, qiziqtirishi mumkin. Ma'lumotlarim ertaga Mac'im kuyib qolsa yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, uni ham yechimlari bor bizda. Shularni so'rab tushuntirib beraman, qarang. Jarvis misol uchun Mac'im kuyib qoldi yoki yonib ketdi yoki yo'qolib qoldi. Ma'lumotlarimni qanaqa tiklab olsam bo'ladi? Misol uchun buni ma'lumotlarimizni Git bilan sinxronizatsiya qilib qo'yib yoki Mac qurilmasini ishlatganimiz sabab iCloud bilan sinxronizatsiya qilib qo'ysak bo'ladimi? O'shanda yaxshi ishlaydimi? Backup olib turiladimi? O'shanda xohlagan paytimizda o'zimizning ma'lumotlarimizni boshqalarga bermagan holda o'zimiz tiklab ola olamiz. Shunaqami? Ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha to'g'ri o'ylayapsiz, boss. iCloud va Git bilan sinxronizatsiya qilish bu ma'lumotlarni tiklashning ishonchli yo'llari. Brain bilim bazasini iCloudga nusxalab borish juda ham qulay. Agar Mac'ga biror narsa bo'lsa, ham boshqa qurilmada iClouddan tiklab ola olasiz. Git bo'lsa, ko'proq kodlar va loyiha tarixi uchun zo'r. Ikkalasini birga ishlatish bu maksimal darajadagi xavfsizlik. Ya'ni har qanday vaziyatda ma'lumotlaringiz o'zingizda qoladi. Xo'p, endi keyingi savolimizni beramiz. Bu qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi? Faqat Mac'ga yoki kompyuterga yoqib qo'yib yoki mana shunaqa monitorga ulab qo'yib ishlatsa bo'ladimi? Shunaqa savollar ham bo'ladi. Bizda bir nechta etaplari bor, bir nechta yo'llari bor bu bilan aloqa qilishni. Agar MacBookda ishlatsangiz, MacBookni o'zidan, terminaldan yoki boshqa joydan ishlatsangiz bo'ladi. Biz asosan Telegram gulab beramiz. Telegram orqali ham bemalol muammosiz ovozli xabar, yozishlar, tekstlar, rasmlar, videolar yuborib, qabul qilib ishlasangiz bo'ladi. Bu birinchi yo'li. To есть ikkinchi yo'li Mac'ga o'zida ishlatsangiz bo'ladi, Telegram orqali ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir tadqiqotlar qilyapmiz, yangi programma ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni mana shunaqa telefonlarga uстановка qilib turib, uстановка qilingan holda ishlatilinadi. Tayyor emas hali, lekin biz unda har xil eksperimentlar qilib ko'ryapmiz. Uni o'zi bilan gaplashib, o'ziga video oldirib, shunaqa ishlarni, misol konferensiyalarga olib kirib, uni eshittirib qo'yib, mijoz so'ragan narsani sirazi qildirib yuboradigan qilib, shunaqa narsalarni qilib ko'ryapmiz, lekin hali tayyor emas. Shuning uchun hozir ko'rsata olmayman uni. Misol buni qo'yib qo'ysangiz, ekran bo'lmasa ham ishlayveradi. Prosta uzluksiz internet bilan, uzluksiz tok bilan ta'minlab berilsa bo'ldi.
o'zi u yog'iga ishlayveradi. Siz xohlagan joyingizdan, misol mashinada yo'lda ketayotganingizda ham Telegramni ochib turib, bot qilib beramiz. O'sha botga mana bunaqa qilib ber. Mana bu odam menimcha berdi, mana bu odamning menimcha qarzi bor. Mana bu odamni oyligini berdim yoki nimadir deb prompt shundoq berasiz. O'zingiz bazangizga yozib qo'yadi, bazangizdan oladi, bazangizdagi kerakli ma'lumotlarga asoslangan holda sizga yana javob beradi. Endi keyingisi yana bitta fishkasi, funksiyasi bor. Ya'ni uchrashuvlar, offlayn uchrashuv bo'ladimi, onlayn uchrashuv bo'ladimi, ularga ham aktivniy qatnasha oladi. Misol uchun Google Meet yoki Zoom qiladigan bo'lsangiz, silkasini primo unga tashlaysiz. U Zoomga qatnashib turib, polni yozib oladi, uni transkript qiladi, miyasiga saqlab qo'yadi. Kim bilan qachon, qanaqa, nima gaplashdingiz, hammasini mijozlaringiz bazasini o'zini esida qoladi. Xohlagan paytingizda mana shunaqa gaplashuvdik mana shu mijoz bilan desangiz, istoriyasini chiqarib beradi. O'shaning asosida yana ishlar qilaversangiz bo'ladi. Undan tashqari, gaplashayotganingizda любой mijozingiz bilan misol mikrofonni yoqib qo'yib, o'shani yozib oladigan bo'lsangiz ham, uni tekstga o'girib turib, yana miyasiga yozib qo'yaveradi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramingizga popka ochib qo'yib, har bitta mijozingiz ichidagi hamma istoriyasini alohida qilib yuritib ham bora oladi. Bunaqa narsalardan muammo yo'q. Hozir shuni o'zidan so'rab, ko'rib eshitamiz. Jarvis, uchrashuvlarimizga qanaqa qatnashasan? Google Meet'ni silkasini tashlasam yoki gaplashganimizni diktafonni senga tashlasam, uni transkript qilib, eslab qolib, saqlab qo'yib, keyingi qadamlarga ham tayyor bo'la olasan, to'g'rimi? Shuni ham professional, chuqur yaxshilab tushuntirib bera olasanmi? Albatta, Abbos aka. Uchrashuvlarni tahlil qilish mening eng kuchli tomonlarimdan biri. Bu hamkorlikni yangi darajaga ko'taradi. Bu yerda 3 ta asosiy yo'nalish bor. Birinchidan, agar Google Meet havolasini bersangiz, men uchrashuvga to'g'ridan-to'g'ri ulanib, uni yozib olishim mumkin. Ikkinchidan, keyinchalik diktafon yozuvini tashlasangiz, uni matnga aylantiraman, ya'ni transkript qilaman. Uchinchidan, eng muhimi, o'sha matndan men xulosa tayyorlayman. Kelishuvlarni, muhim faktlarni va keyingi qadamlarni belgilayman. Bu esa kelajakda samaraliroq ishlashimizga yordam beradi. Masalan, o'tgan uchrashuvdagi Moncart dosyerini eslaylik, bu yerda barcha ma'lumotlar jamlangan. Xuddi shunday tizimni har qanday uchrashuv uchun yo'lga qo'yishimiz. Shunaqa xullas, uchrashuvlarda ham aktiv qatnashib, uchrashuvdan olingan xulosani ham sizga ayta oladi. Xohlasangiz, uchrashuvdan keyin qilinadigan ishlarni, misol mijozga KP yuborishingiz mumkin, nakladnoy yuborishingiz mumkin yoki shunga o'xshagan keyingi qadamlaringiz, etaplaringiz bo'lishi mumkin. O'shalarga o'rgatib, o'qitib bitta tushuntirib qo'ysangiz, keyingi qadamni ham o'zi qilib beraveradi. Shablonini berib qo'yasiz, misol nakladnoyingizni yoki prezentatsiyangizni sizni bazangizga, sizni o'qitgan narsalaringiz, sizni yodagi qonun qoidalaringizga qarab turib, kerakli narsalarni hammasini qilib beraveradi. Muammo yo'q. Xo'p, mijozlarimiz bazasi bilan ham shunda sinxron qilib ishlayapsanmi? Hech qaysi mijozlarni yo'qotib qo'ymay, eslab qolib, kerakli paytda so'ralgan narsani любой payt chiqarib bera olasan, to'g'rimi? Shuni ham polni yaxshilab chuqur tushuntirib bergan. Mijozlarimiz bazasi bilan sinxron ishlash mening eng muhim vazifalarimdan biri, to'g'ri. Hech qaysi mijozni yo'qotib qo'ymay, hamma ma'lumotlarni saqlayman. Kerakli paytda so'ralgan narsani darhol topib bera olaman. Masalan, hozir Moncart mijozining dosyasini va voronkadagi holatini ko'rib turibmiz. Unda kontaktlar, loyiha tafsilotlari, suhbatlar tarixi va kelishuvlar yozilgan. Mishkani ber. Xuddi shunday boshqa barcha mijozlar haqida ham ma'lumotlarni tozda topishim mumkin. Bu orqali biz hech narsani unutmaymiz va mijozlar bilan professional hamkorlikni davom ettiramiz. Nimaga aniqlik beritaylik? Xo'p, mana bu yerda mijozlarni уже hamma bizadagi mijozlarimiz bor. Mana bu yerda bazamizda kim, qanaqa, nima, har bittasi hammasi ma'lumot. Ko'rasizlarmi? Bizning mijozlarimiz mana shular. Gaplashganmiz. Masalan, mana quyon fermasi bor ekan, suv yetkazish bor ekan, shunga o'xshagan. Har bitta mijoz bilan qachon, qanaqa, nima gaplashgan bo'lsa, ichiga kiradi-da, mana shunaqa har bittasini ichida yozuvlar bor. Mana Bekzod aka KPni chuqur analizi, 5 ta xulosasi. Xuddi shunday. Mana Bekzod aka bo'yicha yozilgan ehtiyojlarni ochdik. Bu yerda uchrashuvdagi haqiqiy ehtiyoj, narxni asoslash va texnik harflar ko'rsatilgan. Jarvisni aynan qayerda va qanday ishlatish bo'yicha barcha detallar bor. Bu bizga keyingi qadamlarni to'g'ri rejalashtirishga va mijozning kutganlarini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Shu orqali har doim eng professional xizmatni taqdim etamiz. Mana shunaqa qilib ko'rinadi postoyanniy miyasi, mana bu yerdagi har bitta точка
hozirgi kirganimizdagi ma'lumot, ya'ni bu yerda miyamni 3 ga bo'lib qo'yganman. Masalan, mana bu ko'k biznes bo'ladigan bo'lsa, o'tdagi mijozlarimiz, bizning qonun qoidalarimiz, ishlangan narsalarimiz, gaplashgan narsalarimiz, o'zimizning shot faktura, o'zimizning ichkaridagi biznesga tegishli bo'lgan hamma narsa bor mana shu yerda. Undan tashqari meni o'zimning ikkinchi miyam Abbos Iskandarov, undan tashqari shaxsiy brendim, ya'ni maxfiy dasturchi. Buni ham ustida ishlasam bu ham ko'payaveradi, bunda ham nimadirlar qiladigan bo'lsa ham bu ham kattalashaveradi. Biznesimizda ham nima qilinayotgan bo'lsa hammasi kattalashaveradi. Endi undan tashqari endi bizni mana papkalar bo'lib qo'yganmiz-da. Ko'rinayotgan bo'lsa mana shunaqa ko'rinishda turadi. Mana biznesim papkasi, maxfiy dasturchi, Abbos, mana shunaqa miyalar. Endi undan tashqari boshqa bizlarning jamoada ishlaydigan bolalarning ham o'zini papkasi bor. Ya'ni meni miyam orqali ular nimadir qilmoqchi bo'lsa, klientlar bilan ishlamoqchi bo'lsa, qanaqadir ishlar qilmoqchi bo'lsa, o'sha ularni o'zini papkasiga, o'zini miyasiga yozilib boriladi ular ham. U ham lekin Vox ichida ko'rinadi. Aslida qayerdadir bo'ladi ular ham. Xo'p, endi keyingi savolni beramiz. Telegramni qanaqa bulab qo'ysa bo'ladi? Shunaqa narsalarni, misol, botimga meni jamoamdagi odamlarga do'stlik berib qo'ya olaman. Xuddi mana shunaqa papka bo'lib ishlasha oladi. Keyin meni telegramimni primoy ulab qo'yib, menga qaysidir mijoz yoki o'sha bizning kompaniyaga qaysidir mijoz yozsa, Telegramdagi yozgan odamlarni primoy ko'ra oladi. Ya'ni kimdir yozsa, bizning operatorlarimiz aloqaga chiqmasa, 5 minutmi, 10 minutmi, 10 minut ichida chiqmasa, o'zi bilib turib shu odamga follow up qila oladi. Ya'ni yozib turib, gaplashib tura oladi. Nima kerak, qanaqa xizmatimiz qiziqtiryapti, nima shunaqa informatsiyalarni berib qo'yadi. Bunga cheklov ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Misol, bizlarning ichidagi maxfiy narsalarimizni, misol, hisob-kitoblarimiz, kodlarimiz yoki parollarimiz, shunaqa narsalarni etmagin deb tushuntirib qo'ysa, unga ham etmasdan faqat u mijoz sifatida gaplashib, kontaktlarini, ismini, nima bilan shug'ullanishini, shunaqa savollarni berib qilsa bo'ladi, o'qitib qo'ysa bo'ladi. U sizning ideyangizga, qanaqa nima ishlashingizga, ya'ni skriptingizga bog'liq, qanaqa ishlashini tushuntirib qo'ysangiz, xuddi shunaqa ishlayveradi. Telegramimizga mijozlar yozganida o'zing mijozlar bilan gaplashib, tushuntirib, aniqlashtirib, gaplashib tura olasizmi? Shuni ham yaxshilab tushuntirib ber. Albatta, mijozlar bilan muloqotni professional darajada olib borishim mumkin. Bu yerda 3 ta asosiy yo'nalish bor. Birinchidan, WhatsApp Business API orqali xabarlarga darhol javob beraman. Xizmatlarni tushuntirib, kerakli ma'lumotlarni aniqlashtiraman. Ikkinchidan, AI call center orqali ovozli muloqot yuritishim mijozlarni ma'lumotlar bazasiga kiritishimga imkoniyat beradi. Uchinchidan, Telegramda Atlas orqali guruhlarda ham faol qatnashib, savollarga javob yozib turaman. Bularning hammasi mijozlar bilan barqaror aloqani ta'minlash uchun. Ya'ni hozir bu aytayotgan narsalarni men guruhlarni ham, Telegramdagi guruhlarni ham kuzatishga qo'yib qo'yganman-da. Masalan, qanaqadir kuzatib turish kerak bo'lgan guruhlar, qanaqadir yangiliklar, AI bo'yicha chiqadigan, IT bo'yicha chiqadigan yangiliklar, shunaqa narsalarni kuzatib turgin desa ham, uni kuzatib turib, undan kelayotgan xulosalar, yangiliklarni o'ziga saqlab qo'yaveradi, boraveradi. Kelajakda men uni ma'lumotlarni ishlatishim mumkin, yo o'zi ishlatishi mumkin. O'sha ma'lumotlarning asosida ham ishlayveradi. Ya'ni siz so'rasangiz, o'sha ma'lumotning asosida ishlab turib nimadir ish ham qilib bera oladi. Masalan, qaysidir guruhni kuzatib turish kerak bo'ladi-da, siz o'sha chiqqan yangilikdan kontent qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha chiqqan yangilikni sizga sifralarni, kerakli joylarini olib turib, sizga moslashtirib turib kontent ham qilib bera oladi. Qanaqadir takliflar, texnik topshiriqlar, shunga o'xshagan narsalarni qanaqa qilib berasan? Shuni yaxshilab tushuntirib bergin. Misol uchun, mijozlarimizga yuboradigan KPlarimiz bo'lishi mumkin. O'shani yaxshilab tushuntirib ber bitta. Tijoriy takliflar va texnik topshiriqlarni professional darajada tayyorlashim mumkin. Bu jarayon quyidagicha bo'ladi. Avval mijozning ehtiyojlarini tahlil qilib, Brain'dagi dossiyalar asosida unga moslashtirilgan taklif loyihasini yarataman. Keyin uni amaliy topshiriq sifatida cloud'dagi ishchilarga yuboraman va ular barcha texnik detallarni ishlab chiqishadi. Tayyor hujjatni esa e-imzo orqali tasdiqlab mijozga uzatishimiz mumkin.
Masalan, Mankart loyihasi uchun shunday KP tayyorlangan. Hozir mana dashbordda ko'rsataman, barcha jarayonlar nazoratimda. Shu bilan birga Sardorga yangi bir taklif yozish topshirig'ini ham uzatdi. Shunaqa qanaqadir ishlar qilsa, o'sha komandadagi bolalarga ham primo ular bilan gaplashib vazifalarni bo'lib bera oladi ham yoki Telegram yoki o'sha Didox orqali yuklanadigan, yuboradigan joylarni ham yubora oladi. Birinchi Telegramdan misol mijozga yuborib turib, tasdiqlab turib, keyin tasdiqlagandan keyin Didox orqali o'zi e-imzoga kirib, parollarni terib, Didoxga kirib, e-imzoni parolini terib, o'zi yubora oladi xullas. U narsadan muammo yo'q. Qanaqadir ma'lumotni olish kerak bo'lsa ham Didoxga kirib, e-imzo orqali parolini terib, olib qatgadir saqlab qo'yishi mumkin. Sizga yetib qo'yadi xatga yozib qo'ygan. Hozir shuni ko'rsatib beraman. Atlasga yetasan, Atlasda o'zi kiradida Didoxga, Chrome orqali Didoxga kirib turib, e-imzoimni parolini terib turib, eng oxirgi kelgan Didoxdagi faylni рабочий stolimga sketchat qilib qo'ysin, shuni. Yubordim aka. Bot orqali ishlatishni ko'ryapmiz. Hozir mana bu Atlasni o'zini ham ishlatamiz. Ya'ni Jarvis bilan Atlas alohida bot, lekin bir-birini o'qiydi, taniydi. Shunaqa qilib o'rgatib qo'yganmiz. Endi bir-birini otini adashtirib qo'yib, konfliktli kelib chiqmasin deb qilganmiz, lekin bitta ot bilan ham berib ishlatib qo'ysa bo'ladi uni. Keyingi promptlarni hozir mana buni o'zida berib ko'raman, qanaqa bo'lishini ko'rasizlar. Hozir bu e-imzoga kirish kerak. E-imzoga kirguncha men bu yerdan boshqa prompt berib turaman, qani. Xo'p, moliya, to'lov, xarajatlar jadvalga tushadi. Mana Telegramda qanaqa ishlatiladi? Misol, goals ko'rinishida tashlayman. Atlas moliya bilan qanaqa ishlaysan? Misol uchun formulalarni berib, qaysi tablitsalarga nima ma'lumotlarni yozish kerakligini bitta o'qitib qo'ygandan keyin to'g'ri ishlayverasanmi? Misol uchun oyliklarning hisob-kitobi, qanaqadir o'zimni ichki hisob-kitoblarim yoki qaysidir mijozdan pul oldim, qaysidir mijozdan pul berdim. Shunaqa ma'lumotlar bilan formulalar asosida Excel'lar bilan yoki o'zingni bazang bilan qanaqa ishlashingni bitta yaxshilab, chuqur professional tushuntirib bergin menga. Bo'ldi, ketdi buni. Обработка qiladi-da, o'zi javob beradi. Bu ham ovozli xabarda ham javob beradi. Xolasa matn ko'rinishida ham javob beradi. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, ekranda e-imzoni narsasi chiqdi. Uje e-imzoga kirdida, parolini terdi. Mana Didox Mamutda yo'q edi. Shu narsani sketchat qilib ekranga chiqarib qo'ydi. Endi hozir Jarvis menga ekranga chiqarib qo'yganini aytish kerak. Jarvis menga aytish uchun Atlas birinchi unga aytadi. Bo'ldi, qilib qo'ydim deydi. Endi buni olib kiradigan bo'lsak, mana oxirgi kiruvchi, ya'ni Ipak Yo'li bankka 26.07.08 dagi fayl ekan. Ichini ochib ko'radigan bo'lsak, nima shu ko'rinishda fayl ekan, o'sha sketchat qilib, realniy faylni nima qildi. Buni o'chirib yuborsa bo'ladi. Biznes egalari, tadbirkorlardan ko'p berilayotgan savollardan bittasi ham shu edi. Xo'p, endi mana bu yerda Atlas menga aytayapti. Bajarildi aka, eng oxirgi kelgan hujjat yuklab olindi. Kimdan? Ipak Yo'li banki hujjat, hisob faktura, bank xizmatlari uchun sanasi 8-iyul, summa, xullas yo'q-yo'q, mana shunaqa ma'lumotlarni menga uje tashab qo'ydi. Xo'p, endi kalendarlar bilan ham yaxshi ishlaydi bu. Misol uchun, menga bugun men bu vaqtga uchrashuvim bor, offline yoki onlayn shunaqa narsani kalendarga yozib qo'y. Menga eslatma ber shu paytda desangiz, eslatmani ham berib, kalendarga ham yozib qo'yadi. Buni hozir realni ko'ramiz. Jarvis. Eshitdim mana boss aka. Mana Vox OS bosh dashbordini ochdim. Qanaqa topshiriq bor? Xo'p, menga kechki 23:00 ga, ya'ni 11 ga uchrashuv belgilab qo'y, yozib qo'y. Klient bilan offline uchrashuvim bor Square'da. Bo'ldi boss aka. Soat 23:00 da Square'da mijoz bilan offline uchrashuvni belgilab qo'ydim. Professional tushuntiradigan bo'lsam, men bu amalni Mac toolining kalendar funksiyasi orqali bajardim. Ya'ni sizdan uchrashuv nomi, vaqti va joyini oldim-da, keyin ularni kalendaringizga kiritib qo'ydim. Endi uchrashuv yaqinlashganda sizga eslatma keladi. Nima deysiz? Boshqa bo'limlarni ham ko'rib chiqaylikmi? Zo'r, faqat menga boshqa savol berma.
Mana shunaqa qilib yozib qo'ydim mana. Undan tashqari boya mijoz bilan ham gaplashuvdim. Ertaga u mijoz bilan uchrashishim kerak edi. Kalendarga yozishini aytmaganman, lekin mijoz bilan gaplashganimni golsni tashab qo'yganman unga. O'sha gols asosida men uni yozib qo'yibdi. Mana ertaga Glass Expo anaqaga zavodga borib, Doston aka bilan uchrashuv bor. Soat 2 bilan 3:30 oralig'ida deb o'zi yozib qo'yibdi. Reklama va sayt statistikasi. Misol buni har xil adslaringizga, saytlaringizga, boshqa joylarga ham ulab qo'ysa bo'ladi. O'shalarning asosida ma'lumotlarni olib ishlayveradi. Misol uchun reklamani ma'lumotlarini olib bergin desa, reklamaga qancha xarajat ketdi, qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, o'shalar ma'lumotlarni sizga olib, o'shalarning asosida tahlil ham qilib bera oladi. Misol uchun Jarvis oxirgi 10 kunda ketkazilgan reklamalarimiz haqida informatsiya bergin. Metaga qancha rasxod qildik, nechta mijoz keldi, nech pul ketdi, har bitta mijozimizning narxi nech puldan tushyapti. O'shani ma'lumotini hozir aytib ber menga. Meta reklamalarga jami $932 sarflandi. Natijada 288 ta lead keldi. Har bir mijozning narxi taxminan $3.24 ga tushyapti. Hozir bu raqamlarni Vox Digital dashbordida ham ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, barcha ma'lumotlar paneldan olindi. Endi yana Vox dashbordiga qaytaman. Xo'p, bu yerda Vox dashbordi bo'yicha emas, Metaga ulanib turib, eng oxirgi Metadagi ma'lumotlarni, lekin oxirgi 10 kunligi bo'yicha, ya'ni oxirgi yoqqan targetimiz bo'yicha ma'lumotlarni olib bergin. Men Jarvisman. Oxirgi yoqqan targetimiz bo'yicha ma'lumotlarni ola olmadim. Sababi hisobotlar faqat hozirgi umumiy holatni beradi. Lekin umumiy reklamada $932 sarflangan, 288 ta lead kelgan va hozir miyasidagina olib beryapti. $3.24 dan tushyapti. Bu haqiqiy ma'lumot. Men hozir uni terminalda ham ko'rsatib turibman. Oxirgi 10 kunlikka tegishlisini topish uchun fonda boshqa funksiyani ishlatib ko'rishim kerak. Dada ishlatib ko'rib, Atlasga e'tibor, Atlasni o'zi olib bersin, shu ma'lumotlarni senga bergan ma'lumotlarning asosida menga javob berasan. Oxirgi 10 kunlikni ma'lumotini olib bersin Atlas. Hozir olib beradi. Ungacha yana keyingi savol bo'yicha ishlab turamiz. Yubordim deyapti. Endi Atlasdan ma'lumot keldi. Oxirgi 10 kunda $137 sarflanib, 101 ta lead kelgan. Lekin reklama 3 kundan beri to'xtab turibdi. Batafsil hisobotni Telegramga yuboribdi. O'sha batafsil hisobotni sen o'zing o'qib bergin menga. Men Telegramdan kirib o'qigim kelmayapti. O'zing menga tushuntirib ber, yaxshilab. Hozir Abbos aka, batafsil hisobotni tushuntiradigan bo'lsam, $137 sarflab 101 ta lead olingan ekan. Har bir leadning narxi $1.36 dan tushdi. Eng muhimi, reklama 3 kundan beri to'xtab turibdi. Kompaniyalarni qo'lda o'chirishgan. Pul muammosi emas, hisob faol holatda. Asosiy gaplar shular. Zo'r. Undan tashqari seni Facebookga, Instagramga, Telegramga, WhatsAppga, shunaqa joylarga integratsiya qila olamiz, to'g'rimi? Mijozlar bilan u yoqdagi mijozlarimiz bizga yozganlar bilan bizning ma'lumotlarimiz asosida biz senga tushuntirib qo'yganimiz bo'yicha gaplashib, ma'lumotlarni berib tura olasan, shunaqami? Albatta, Abbos aka. Men Facebook, Instagram, Telegram va WhatsApp orqali mijozlar bilan gaplasha olaman. Biznesingiz haqidagi ma'lumotlarni o'rgatib qo'ysangiz, o'sha asosda javob berib turaman. Fonda ham ish qila olaman, ya'ni xabarlarga avtomatik javob berishdan tashqari, buyurtmalarni rasmiylashtirish yoki ma'lumotlar bazasiga kiritish kabi ishlarni ham bajaraman. Xo'p, demak, mijozlar bilan ishlaganimizda bizga Telegram, Instagram, Facebook yoki boshqa joylardan yozishganini, mijozlarning hammasini o'zing eslab qolasan, so'rayotgan narsalarni realniy mijoz bo'ladigan bo'lsa, kerakli odamlarga vazifa qilib yo'naltirib yuborasan, masalan, telefon qilish kerak bo'lsa, Sardorga yo'naltirib berasan, shunaqami? Xuddi shunday Abbos aka. Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp hammasidan yozganlarini eslab qolaman. Kerakli vazifalarni darhol Sardorga yoki boshqa jamoa a'zolariga yo'naltiraman. Ekranda barcha muloqotlar bo'limini ochib ko'rsatdim. Ko'rib turganinglardek, bu yerda imkon qadar hamma narsani avtomatlashtirib,
birovga bog'lanib qolmagan holda 24/7 ishlasa bo'ladi bu bilan. Ya'ni sizni ishchingiz, marketologingiz yoki boshqa odam buxgalteringiz bo'lishi mumkin. Dam olish kunida kechqurun uxlayotgan yoki boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin, vaqti yo'q bo'lishi mumkin, ish ko'p bo'lishi mumkin, lekin o'shalarni kirgizgan ma'lumotlari yoki ularni ishlayotgan отчеtlari, shunaqa narsalarni xohlagan paytingizda bundan so'rab turib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, ular hali qilishga ulgurmagan отчетlarni bunga berib qo'ysanglar, misol marketologingiz sizga har haftaning oxirida hisobot berib turadi, lekin bugun haftaning oxiri bo'lsa, bugun hisobot bermadi. Undan oldin siz bundan so'rab turib, любой payt o'sha hisobotni olsangiz bo'ladi. Qaysi targetimiz, nima bo'ldi, necha pul bo'ldi, qanaqa bo'lyapti, shunaqa narsalarni polni ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa, misol hisobotlaringizni, buxgalteringizni hisobotlarimi yoki boshqa hisobotlarmi, shunaqa ma'lumotlarni ulab qo'yilgan bo'lsa, bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa, misol bu yerda hamma xodimlaringizni o'rnini egallay olmasa ham, lekin ulardagi ma'lumotlarni olib bera oladi. Ya'ni ularni miyasidagi emas yoki qog'ozda prosta yozib qo'ygan emas, tizimga kiritilgan, ya'ni siz biznes egasi bo'lsangiz, qanaqadir tizim ishlatasiz, qog'ozda ishlasangiz buni ishlata olmaysiz. Qog'ozda ishlasangiz ham rasmga olib turib buni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa qaysidir tizimlaringizni, Billsmi, boshqa o'sha Adnesmi, qaysidir oddiy Excelda ishlatasizmi, farqi yo'q. Unda ma'lumotlar bo'lsa, kimdirlar unga ma'lumotlarni kirgizsa, CRMdan ham ma'lumotlarni olib beraveradi. Hammasidan. Prosta dostupli berib qo'yiladi, o'qitib qo'yiladi, bo'ldi. Undan hisobotlarni, qaysidir statuslarni o'zgartirishmi, ichida yozuvlarni o'zgartirishmi, hammasini qilsangiz ham bo'ladi. Prosta hisobot yasatirsangiz ham bo'ladi. 24/7 prosta cloudingiz limiti bo'lsa, bo'ldi, ishlayveradi. Internetingiz bo'lsa, kompyuteringiz yonuv bo'lsa bo'ldi. Xohlagan joyingizdan ishlatursangiz bo'ladi. Undan tashqari, o'zingizni, misol Telegramda kanalingiz bor, saytingiz bor, shunaqa joylarga copywriterlar yoki kimdirlar post chiqarib turadi. Ularni ham polni avtomatlashtirib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun, men o'zimning ham Telegram kanalim ham bor, saytim ham bor. Men o'tga bir marta ham kirib post yozmayman. Bunga o'qitib, o'rgatib, tushuntirib qo'yganman, do'stlarni berib qo'yganman. O'zi avtomatik u yoqqa postlarni chiqarib boradi. Telegram kanalimga kamida kunida 2 ta, saytimga kuniga kamida bittadan post chiqarib turadi o'zi. O'zi rasmlarni yaratadi, generatsiya qiladi, o'zi postlarni yozadi. O'shani yozgan postlarning asosida Telegramga yo'naltirib, Telegramda ham post yozib, silkasini ham qoldirib qo'yadi. Bundan tashqari, o'zi funksiyalari aytaman desa ko'p-u, eng asosiy ko'proq ishlatayotganlarimiz, ko'pchilik so'rayotganlarini tushuntiraman. Misol uchun, SMM menejer o'rnini, misol shaxsiy brend egasini o'rnini, ya'ni sizni onlayn shaxsiy brendingiz bo'ladi-da, ya'ni brendingizni yurg'izadigan odamingiz bo'lib bera oladi. Misol, u shaxsiy brendni yurg'izadigan odam bilan qanaqa gaplashsangiz, bu bilan ham shunaqa gaplashib, o'zingizni tanishtirib, nima bilan shug'ullanasiz, qanaqa bo'ladi, qanaqa kontentlar chiqarasiz, nimalar qilasiz, odamlarga nima qiziq bo'ladi, shunaqalarni analiz qildirib turib, o'qitib qo'yib, misol uchun YouTube'da masalan qaysidir kanalni polni o'qib o'rganib chiq. Misol uchun Alex Harmoziyni hamma videolarini ko'rib o'rganib chiq, kitoblarni o'qib chiq desangiz, o'qib chiqadi. Keyin mijozlaringizga u уже skill bo'ladi-da, mijozlaringizga o'shani asosida KPL qilib berish boshlaydi. Misol uchun Alex Harmoziy agar mendan sotib olmasa, o'zini tupoy deb hisoblaydi, mijoz deb hisoblaydi. Shunaqa o'qitadi. Xuddi shunaqa qilib sizga ham kuchli takliflar qilib bera oladigan уже agent bo'ladi. Undan tashqari dizayneringizning ishini qilib bera oladi. Misol dizayneringizga любой paytda aytsangiz, qilib bera olmasligi mumkin, ko'proq vaqt ketishi mumkin. Osonroq, unda endi qiyinchiligini, qanaqa darajadaligini yaxshilab tushuntirib o'rgatsangiz qila oladi. Lekin o'sha dizaynersiz qilayotgan narsalarni ham o'zi qilib bera oladi. Undan tashqari buxgalteringiz ishini qilib bera oladi. O'sha hisob-kitoblaringizni qayerdan olishi, nima qilish kerakligini o'qitib, ko'rsatib, tushuntirib qo'ysangiz, o'sha hammasini o'zi qila oladi deb o'ylayman. Endi qiyinchiligi qanchalik darajada o'qitishingizga bog'liq. Lekin отчетlarni olishida muammo yo'q. Didoxdan kerak bo'lsa shartnomani ham yuboradi, faqat uni to'g'ri o'qitib, o'rgatib, ko'rsatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol, shartnomani tayyorlagandan keyin bitta o'zingiz tekshirib olganingiz yaxshi. Misol, men hozir shartnomalar qildirganimdan keyin
bitta o'zim tekshiraman, xatolari bo'lsa to'g'rilayman-da. Keyin bo'ldi mijozga yubor deyman, o'zi yuboraveradi. Keyin misol qanaqadir skladlaringiz, omborlaringiz bo'lishi mumkin. Omborlaringizdagi ma'lumotingiz bor, qayerdadir tizimingizda. O'sha ma'lumotlarni xohlagan paytingizda istalgancha so'rab turib olsangiz bo'ladi. Misol uchun iPhone telefonimiz nechta 17 Pro Max'ni menga ombordan qarab ber, nechta borligini desangiz, o'sha tizimingizga kiradi. O'sha so'ragan narsangizni topib turib, primoy sizga aytadi. Hozirda omborimizda mana bunaqa narsa bor ekan deb turib sirasi ko'rib bera oladi. Onlayn sotuv etdik, WhatsApp, Telegram, YouTube masu, Instagram, WhatsApp, Telegram shunaqa narsalardan o'zi gaplashib, Facebookingizdan yozib, mijozlaringiz bilan aloqa qilib tura oladi. Siz o'qitib qo'ygan, tushuntirib qo'ygan narsangiz bo'yicha gaplashib tura oladi, ma'lumotlarni berib. Lekin hozircha telefon qila olmayapti-yu, anu programmamizni ishlab chiqqanimizdan keyin o'zi telefon qilib eslatmalar berib turadigan narsa ham qilib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni telefoningiz ulanib turib, o'zi telefon qilib mijozga eslatma berib, nimalardir u yog'ini ko'ramiz. Hozir bu ham jarayonda. Endi yana juda ham ko'pchilikni ko'p qiziqtiradigan savol, server buni qanaqa ishlatamiz, nima qilamiz? Telefondan ishlatsangiz bo'ladi, faqat Telegram orqali, lekin miyasi, bazasi ishlashlari Mac o'zida bo'lishi kerak. Mac deganda qanaqa? Mac'ga ham o'zi Apple qurilmalari bor. Ya'ni mana bunaqa Mac Mini, Mac Pro shunaqa narsalar bor. O'shalarga mana bunga o'xshatib qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Televizorga ulab qo'yasizlarmi, monitorga ulab qo'yasizlarmi yoki вообще ulamaysizlarmi, farqi yo'q, ishlayveradi. Undan tashqari notebookinglarga, MacBookinglarga ulab qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Unda ham muammo yo'q. O'zingizlarga bog'liq. Biza ko'proq tavsiya beramiz Mac Miniga, lekin bunda ham men o'zim ishlatib ko'raman. MacBookda ham hech qanaqa muammosiz yaxshi ishlayapti. Endi ko'pchilik so'raydi, mana bunaqa planshet yoki bunaqa iPhone telefonlarda ham ishlatsa bo'ladimi deb. Yo'q, unda ishlatish iloji yo'q. Miyasi ishlamay qoladi unda. Ularni ichida faqat Telegram orqali yoki qanaqadir programmalar orqali biz yasab beramiz shu programmasini. Shu programma orqali ishlatsangiz bo'ladi. Qulayligi shunda. Endi yana bitta asosiy savollardan bittasi ko'p berishadi. Nega aynan Mac, Windowslarda bo'lmaydi? Mac'da ограничениялari kam. Razрешение so'raydi, bo'ldi. Windowsda deyarli imkoni yo'q, ya'ni erkin ishlamaydi va cheklovlar juda ham ko'p. Xuddi bu nima desa bo'ladi? Bitta dona odam o'zi ishlayotganda ishlaydi Windowsda, lekin Mac'da u boshluv sifatida ishlaydi, xohlagancha agentlarga ishlarni bo'lib yoradi. Masalan, men любой bitta darsga boraman, darsni o'rganaman, o'qiyman. Misol uchun, u darsliklarni 50 ta video darsligi bor, o'sha o'rganganimni. Ham o'zim o'rganganimdan tashqari unga beraman. Mana shu darslarni o'qib, hammasini miyangga saqlab ol deyman. O'zi Windows ishlasa har bittasini bittalab o'qib chiqish kerak bo'ladi-da. Unga misol 5 kun ketar, 10 kun ketar, shunaqa ko'p vaqt ketadi. Ограниченияsi ko'p. Bu bitta dona ограничениясini aytaman. Undan tashqari boshqa ограничениялari ham bor. Endi bunda qanaqa ishlaydi? 50 ta darsga 50 ta alohida agent qo'yib yoradi. Hammasi borib hamma darslarni alohida ko'rib keladi-da, yig'ib turib bitta beradi. Ya'ni har bitta darsni miyasiga yozishga tayyor qilib qo'yadi. Ani kattasi primo yozib qo'yadi, bo'ldi. Unga unaqa ko'p vaqt ketmaydi, yarim soat, 1 soatda uje 50 ta darsni o'qib qo'yadi. Oldin aytishardi-yu, miyani ochib turib, qaysidir darslarni o'qib qo'ysam, ingliz tilini o'rganib qo'ysam yaxshi bo'lardi deyishardi-yu. Xuddi shunaqa miyasini ochib turib, prosta yozib qo'yadi bu. Bu bitta u bo'yicha emas. Misol YouTubedan qaysidir darslarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, nima bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, o'shanga tegishli bo'lgan narsalarni ham o'rganish bo'yicha shunaqa qilib agentlarga bo'lib yorib, o'rganib miyasiga yozib qo'yishi mumkin. Keyin ko'pchilik buni o'zim qilib olishim mumkin, qiyin joyi yo'q ekan deyishi mumkin yoki bergan KPI'mizga qarab turib qilib olishim mumkin deb o'ylaydi, lekin bu yerda texnik taraflari bor. Bizning 8 yillik opitimiz bor, ya'ni dasturlash. Bu ham o'zi bir dastur deb hisoblasa ham bo'ladi-da. Unga qanaqa promptlar berish, qanaqa dasturlardan, nimalardan foydalanish kerak, qanaqa ishlash kerak, ularni bizni ichki tizimini yaxshilab o'qitib o'rgatib beramiz-da. Hozir shuni so'raymiz. Jarvis, eshityapsanmi?
nima deb so'rashi o'zim o'ylab olay. Xo'p, Jarvisni mana bizaga klientlarimiz qildirishyapti, lekin bir xil klientlar o'zim qilib olayman deb o'ylashyapti. O'zligi ham qilib olisha oladi, to'g'ri. Lekin bu yerda bizning 8 yillik opitimiz bor. Texnik taraflama, xavfsizlik taraflama joylari bor. Biz yechgan muammo joylari bor. O'qitib o'rgatadigan joylari bor. O'shalarni qanaqa qilib klientlarni o'zligi qilib olisha oladimi? Shuni chuqur, yaxshilab, professional tushuntirib bergan yoki faqat biza qilib bera olamizmi yoki o'zligi qilishsa nima bo'lishi mumkin, biza qilsa nima bo'lishi mumkin, shuni yaxshilab tushuntirib ber. Deymiz, o'zdan eshitamiz. Mijozlar o'zlari harakat qilsa, to'g'ri, qisman nimadir qila olishadi. Lekin baribir professional yondashuv boshqa. Bu yerda bizning 8 yillik tajribamiz, texnik bilimlarimiz va kutilmagan muammolarni oldini olish qobiliyatimiz bor. Masalan, xavfsizlik masalasi. Oddiy foydalanuvchi bilmagan joyda jiddiy xatolar ketishi mumkin. Yoki tizimni o'qitib, to'laqonli ishga tushirish ham vaqt va mahorat talab etadi. Biz qilsak, mijoz ham vaqtini, ham asabini tejaydi, ham kafolatlangan natija oladi. O'zlari qilganda esa kamchiliklar qolib ketsa, keyinchalik yanada qimmatga tushishi mumkin. Shu narsalarni tushuntirsak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Dashbordda ham ayni shu holatni ko'rsatuvchi bo'limni ochib ko'rsatdim. Ya'ni biz qancha loyihani muvaffaqiyatli bajarganmiz. Xullas shunaqa, endi bu yerda почти o'sha men aytgan narsani aytib berdi. Bu yerda opit degan narsa bor. Promptlarni o'qitib, fayllarga o'rgatib, skilllar, agentlar create qilib qo'yish degan narsalar bor-da. Misol bizni klient o'zi prosta Obsidianni ulab qo'yib, bo'ldi menda Jarvis bor deyishi mumkin. O'ziga kerakli joylarni ulab olishi mumkin, lekin qonun qoidalarini, qanaqa nima qilishi, nimani asosida ishlashi, shunaqa joylarda ozgina muammolar kelib chiqishi mumkin-da. Qilib olishi mumkin. Misol, klient o'zi 5 oy, 10 oylab vaqt ketkazadigan narsaga bizni 2 hafta, 3 hafta, uzoq 1 oy ichida bu narsani qilib bera olamiz. O'sha mijoz bilan polni borib ishlaymiz. Tepasida o'tirib, biznesini ichiga kirib turib, o'rganib turib, uni integratsiya qilamiz. Shu narsaga bizga pul to'lashadi. Atak xolisi o'zligi qilib olishligi mumkin bu narsani. Keyin ko'pchilik so'rayapti, kimlarga qildinglar, nima qildinglar? Har bitta mijozlarimiz ko'p, hammasini ayta olmayman. Umumiy aytib chiqishim mumkin, aytib yuborishim mumkin. Ya'ni katta zavodlar, katta fabrikalar, fermalar, qanaqadir tashkilotlar, banklar. Endi banklarga deyish noto'g'ri-yu, bankka boshqa programmalar bo'yicha ishlayapmiz. Hali bankka sun'iy intellekt talabi qo'yilmadi, hali unaqa klientimiz. Lekin shunga o'xshagan katta zavodlar, firmalarni aytdim. Logistika, marketing agentliklari, shunaqa mijozlarimiz bilan hozir переговорlarimiz ham bor. Shular bilan asosan ishlayapmiz, shularga qilib berib. Xo'p, keyin hozir yana yangicha narsa qolamiz. Ber, mana mijozlarimizga uje KPni tekst ko'rinishida emas, PDF ko'rinishida emas-da, mana bunaqa video ko'rinishida tashlaymiz. Bir tasavvur qiling. Kechasi soat 2. Rossiyadan Optim mijoz qo'ng'iroq qildi. Siz uxlayapsiz. Markangi bu Azamat Parfum AI markazi. Yuqorida jonli raqamlar 1000. Shunaqa video ko'rinishida prezentatsiya qilib beryapti o'sha klientga. Nima qiladi, qanaqa bo'ladi, necha pul bo'ladi, qancha vaqtda bo'ladi, shu narsalarni mijozni nimalar ulanish kerak, qanaqa bo'lish kerak, shunaqa narsalarni hammasini o'sha prezentatsiyani video ko'rinishida qilib beryapti, o'sha tashlayapti. Endi bu narsani o'sha qilib berganimizdan keyin, mijozga yoqqandan keyin kelisha olsak, bizga o'sha Mac qurilmasini olib berishadi. Olib berganlaridan keyin bizni bir hafta bu yerda o'qitib, o'rgatib, tushuntirib, kerakli nastroykalarni qilib, sozlab, cho'tki qilamiz. Bir haftadan keyin uje beraveramiz yoki shu yerda turaversa ham bo'ladi, topshiramiz. Bir haftadan keyin yana 1 oy davomida birgalikda o'qitib boramiz. O'qitib, tushuntirib, yana qo'shimcha narsalarni integratsiya qilib, qanaqa ishlaydi, nima bo'ladi, qanaqa bo'lsa nima qilish kerak, skriptlari, o'sha o'zini yana ulanadigan joylari bo'lsa, hammasini ulaymiz-da. O'shani asosida uje 1 oydan keyin topshiramiz, ishlab tursalar bo'ladi. 1 oy ichida nimadir joylari, tushunmagan joylari, qanaqadir ошибкалар chiqqan joylari, nimadirlar bo'lsa, mabodo o'shaning ichida qilib beramiz. Keyin yana undan tashqari, misol
yana qo'shimcha bizni topshirganimizdan keyin yana yangi narsa chiqishi mumkin, yana qo'shimcha boshqa bizneslarni integratsiya qilish mumkin. O'sha joylarda agar bizning yordamimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida gaplashamiz uni. Lekin agar kelajakda yana qo'shimcha narsalarni qanaqa qilib ulash, nima qilish, unaqa joylarni ham oson, qulay, oddiy bo'lgan yo'lini o'zlariga ham o'rgatib qo'yamiz mijozlarimizga. Buni narxi hozirda 3,5 mingga qo'yamiz. Ya'ni Jarvis o'zini qildiriladigan bo'lsa 3,5 ming. Qo'shimcha programmalar, qo'shimcha misol sayt yaratish mumkin, mobil programma yaratish mumkin, admin paneli, CRM tizimi, ERP tizimi, shunga o'xshagan yana qo'shimcha bizdan uslugalarimiz sotib olinadigan bo'lsa, u uslugadan ham, bu uslugadan ham skidka qilib beramiz. Ya'ni Jarvis narxini 3 ming qilib beramiz. Uslugani nimaligiga qarab turib, unisini ham gaplashamiz. Agar shu xizmatimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda silka qoldiramiz. O'shanga ma'lumotlarni qoldirsanglar, siz bilan bog'lanib turib, uchrashuv belgilaymiz, hammasini tushuntirib, sizdagi ma'lumotlar, sizga qanaqa ulash kerak, nima ulash kerak, nimalar ishlatasiz, shularni o'rgangan holda sizga ham prezentatsiya qilib beramiz, KP qilib beramiz. Bizda sal ограничение bor, ya'ni jamoamiz bir oy ichida maksimum 3 ta klient ola olamiz. O'shani ham hisobga olib, hozirda misol 2 ta joyimiz bo'sh. Yana mijozlarimiz yozilib turibdi. O'shanga agar sizga ham kerakli bo'ladigan bo'lsa, tezroq aloqaga chiqib, ya'ni ariza qoldirib, biza bilan ishlarni boshlab olsanglar bo'ladi. Agar ulgurmaydigan bo'lsa, sizni o'sha whitelistga yozib qo'yamiz, o'chirib turib, ketma-ketlikda qilib beraveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Abbos Iskandarov bo'ldi. Instagram tarmoqlarimni ham kuzatib boringlar. Maxfiy dasturchi brendi asosida shaxsiy brendimni yurg'izaman. Undan tashqari Vox Digital degan bizning kompaniyamiz bor. Unga ham podpisatsiya bosib qo'yinglar, videoga ham like bosib qo'yinglar. Xayr.